Qadr kechasi siz bilmagan belgilar. Qadr kechasini belgilari. Qadr kechasini biz oldindan bila olmaymiz. Aynan qaysi kecha bugun qadr kechasi ekanligini biz oldindan bila olmaymiz. Lekin qadr kechasi ekanligini u kecha o'tib ketib bo'lganini ertasi kuniga his qilishimiz mumkin ekan. Jumhur ulamolar tomonidan qabul qilingan qadr kechasining ba'zi belgilari bor. U ham bo'lsa qadr kechasi kirishidan oldin bilinmaydi bu. Bu ham Allohning hikmatida. Kelishidan oldin bilinmaydi. O'tib ketishi bilan u kun, u kecha, u tun o'tib ketishi bilan bu bilinar ekan. Birinchi alomatlari ulamolar tomonidan, jumhur ulamolar tomonidan qabul qilingan birinchi belgisi ertalab quyosh chiqayotganida sap-sariq bo'lib chiqadi. Bu nima degani? Tiniq sariq rangda chiqadi. Unaqa charaqlab o'zini nurini qattiq sochib chiqmas ekanda, qanaqadir bulutni orqasida chiqar ekan. Bulutlarning orqasida chiqar ekan va rangi sap-sariq bo'lib chiqadi. Bemalol siz quyoshga qara olasiz. Eng katta alomatlaridan ertasi kun bo'lyapti, lekin bu alomat. O'sha kuni kechasi ham bilish mumkin buni. Qatdan bilinadi? Havo juda ham iliq va mo'tadil bo'lar ekan. Qanaqadir na qattiq sovuq, na qattiq issiq, sizni ranjitadigan, yurak siqadigan havo bo'lmaydi. Juda ham iliq va mo'tadil havo bo'ladi. Tinch bo'lar ekan kechasi. U ham ko'p olimlar tomonidan qabul qilingan belgilaridan. Keyin siz qadr kechasini topishligingiz sizga nasib qilgan bo'lsa, agar sizga qadr qilingan bo'lsa, o'sha kechani topishligingiz sizni o'sha kechasi Alloh taolo uyqudan olib qo'yib, o'sha kechasi sizni o'zini ibodatlari yo'liga solib qo'yar ekan. Qalbingizga solib qo'yar ekan, bugun ibodat qilgan, uxlamagan, agar uxlab qolgan bo'lsangiz, tur deb nimada turg'izadi va boshqa ish qilib o'tirgan bo'lsangiz, o'sha ishingizdan olib sizni ibodatga undirgan.